Ravshan Sardor Oqqo'rg'on tumani 2-sonli kasb hunari maktabini bank nazoratchisi guruhini tamomladim. Endilikda oliy o'quv yurtiga topshirib, shu yo'nalish bo'yicha mutaxassisligimni davom ettirib, vatanimga xizmat qilish niyatini oldimga qo'ydim. Men Toshpo'lat va Sitora Oqqo'rg'on tumanidagi 2-sonli kasb hunari maktabini tikuvchilik kasbini tamomladim. Kelajakda mana shu bolalar kiyimi bo'yicha o'z tadbirkorligimni yo'lga qo'yib, vatanimizga hissa qo'shmoqchiman. Assalomu alaykum barchaga. Men Shukurov Kamoliddin, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti sun'iy intellekt kafedrasi dotsentiman. Bugun Oqqo'rg'on tumani 2-sonli kasb hunar maktabida bitiruvchilarini diplom taqdirlash marosimida qatnashib turibmiz. Bu juda katta tantana. Kasb hunar maktablarini juda ham katta imkoniyatlarga ega. Bir vaqtning o'zida ham o'rta maktab bilimlariga va turli xil kasblarga ega bo'lishi juda ham muhim ahamiyat hisoblanadi. Bugungi tantanadan, vaziyatdan foydalanib, barcha raqamli axborotlarni qayta ishlash mutaxassisligidagi bitiruvchi talabalarimizni kelajakda oliy ta'lim yo'nalishlari, xususan Toshkent axborot texnologiyalari universitetida talaba sifatida davom ettirishlarini, faoliyat turli xil yurtimizda turli xil axborot texnologiyasini qayta ishlash sohalarida o'z faoliyatlarini yuritishlarini so'rab qolaman.